Dasturimiz davom etadi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining mahalliy hokimiyat vakillik organlari faoliyatini kuchaytirishga ko'maklashuvchi komissiyasining qaroriga asosan hududlarda eng namunali mahalliy kengash tanlovlarini tashkil etish belgilangan. Shu munosabat bilan xalq deputatlari Jizzax viloyat kengashi tomonidan Yangiobod tumanida tanlovni tashkil etish bo'yicha namunali seminar o'tkazildi. Seminar davomida tumanda amalga oshirilayotgan ishlar ham atroflicha o'rganib chiqildi. Mavzuni muxbirimiz Hafiza Abdullayeva davom ettiradi. Xalq deputatlari Jizzax viloyat kengashi deputatlari, shahar va tuman kotibiyatlari mudirlari hamda viloyat kengashi xodimlari dastavval Yangiobod tumanidagi namunali kengash faoliyati bilan tanishib chiqishdi. Shundan so'ng hududdagi tojik tiliga ixtisoslashgan 6-sonli umumta'lim maktabida qardosh tojik millati vakillari uchun yaratilgan shart-sharoitlar, muassasada ta'lim berish sifati, kadrlar bilan ta'minlanish darajasi o'rganildi. Shuningdek, xalq deputatlari Yangiobod tuman kengashi deputatlari mahalla yettiligi bilan o'zaro hamkorlikda Yangiobod shaharchasida joylashgan davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik holati, jumladan binolarning fasad qismini bazalt qoplamasi bilan qoplash jarayoni ko'zdan kechirildi. Qolaversa, umumta'lim maktablaridagi isitish tizimlarining holati, yetkazib berilgan ko'mir yoqilg'isining sifati hamda qozonxonalarning mavsumga tayyorgarlik jarayonlari bilan tanishildi. Mahalliy kengash deputatlari bizning faoliyatimizni bizga yaratib berayotgan shart-sharoitlarni o'rganishmoqda. Tuman kengashimiz raisi, hurmatli hokimimiz Ibrohim Qarshiboyev tomonidan bizlarga alohida xonalar ajratib berilgan, butunlay jihozlab berilgan, kompyuter jamlanmalari berilgan, xonalar isitilgan, hamma sharoitlar mavjud. Mana shu paytgacha biz 11 ta sessiya o'tkazganmiz. O'sha 11 ta sessiyamizda 154 ta masalalar ko'tarilgan. Byudjet masalalari bo'yicha doimiy komissiya tomonidan 54 ta masala kiritilib, tegishli qarorlar qabul qilingan. 5 marta deputatlik so'rovi chiqarganman faoliyatim davomida. O'sha 5 ta deputatlik so'rovim hammasi ijobiy natijalarga erishganmiz. Tuman tashkilotlaridan bizning so'rovimiz inobatga olinib, qilgan murojaatlarimiz 100% bajarib berildi. Har tumanga borganimizda bitta yangilikni albatta olayapmiz. Ayniqsa mana shu Yangiobod tumaniga kelganimizda biz bularda amalga oshirilgan ishlarning ko'pligini ko'rib, deputatlarning aholi bilan uchrashuvlarini tashkil etilishini ko'rib, ularning deputatlarining faolligini ko'rib xursand bo'ldik. Har bir hujjatlarni rasmiylashtirishga juda yaxshi e'tibor bergan. Bundan tashqari mana shu deputatlarning aholi bilan uchrashuv, saylovchilar bilan bo'layotgan uchrashuvlari juda bir namunali tashkil etilar ekan. Ular joylardagi deputatlar saylovchilarning muammolarini o'rganib, ularni hal qilish uchun tizimli ishlarni yo'lga qo'ygan ekan. Mana shularni o'rganib chiqdik. Tumanlarimizda bir-birini solishtirish, ularning amalga oshirayotgan ishlarini ko'rsatish bu seminarning asosiy vazifasi bo'lib xizmat qilmoqda. Mahalliy kengash deputatlari ishtirokidagi yig'ilish davomida o'rganishlar yakuni bo'yicha fikr-mulohazalar bildirildi. Quvonarlisi, Yangiobod tuman kengashidagi deputatlar faoliyati, ijro hokimiyati va mahalla yettiligi bilan hamkorlik tajribalari deputatlar tomonidan yuqori baholandi. Yig'ilish yakunida amalga oshirilishi lozim bo'lgan vazifalar belgilab berildi.